Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Hammalarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Hammalarga oldi bilan o'tib salom qarindoshlar. Mening ovoz masalasi inshaalloh hal bo'ldi, ovoz chiqyapti deb o'ylayman. Agar ovoz chiqmagan bo'lsa, hozir kirgan qarindoshlar ovoz chiqmadi deb qo'ysanglar bo'ldi. Hurmatli qarindoshlarim, oldi bilan hammalarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Dünyanın her qaysi joylaridagi barliq qarindoshlarga mendan o'tliq salom. Agarda kirgan qarindoshlar ovoz mundaq yo'q demasa, men nimamni ma'naveraman. Shuna kirgan qarindoshlarning ovoz bor yoki yo'q debasa, shuni bir oldin nim qilay, aniq qilay. Ovoz bor yoki yo'q debasanglar qarindoshlar, mamnun bo'lmayman. Shu texnikal narsalarda men biroz chiqish bo'lamadim Facebook'dan texnikal narsalar bilan. Şuna ovozing bor yoki yo'q debasanglar mamnun bo'lmayman qarindoshlar. Bugünkü asosiy tema aslida bu hech qanday planim yo'qdi ekranga chiqadigan. Bizde zaten bu kun tartib ajoyib bir egiz pes birisi to'xtasi birisi bu kun tartibimiz ajoyib tez o'zgarganligi uchun yana chiqishga majbur qoldik. Bugün aslida qarindoshlarımızga bir naq maydonda isbotlarni, ba'zi bir narsalarni ekranda ko'rsatmoqchi edim. Ammo men texnikal narsadan qilolmadim. Shuning uchun ekranda ko'rsatmayman, men oldimga qo'yib olib shuni o'qib beraman. Balki men tugagandan keyin rasmlarni nimaga qo'shib qo'yishim mumkin komment qismiga. Bugünkü asosiy tema qarindoshlar, hammamiz bilganimizdek dunyoda yana bizning taqdiri kaj bir millatganmiz. Yana ilgarikin cho'ng bir skandal bilan yana dunyoning kun tartibiga ajoyib keldik, yani ajoyib bir qamlashmagan shaklda. Shunga bugun asosiy mavzuda yozib qo'yganimdek hayvonotlar bog'isidagi hayvonlarning qizlarga jinsiy parakandichilik selish to'g'risida azroq to'xtalamiz. Birincisi, bundan narsalar chiqishiga bizning tuvan darajalik va o'rta darajalik podoqchilarga hech qanday narsani o'qib, bir narsani o'qib tushundiga iqtidorim yo'q. Chiqiblar ko'tarishga boshlaydi-da, ya'ni kasbini qilishga. Undan keyin buni o'qiganlar va o'qiganlardan jirganganlar va onu o'qib turibmi yana podoqchilikka davom qilganlarmi albatta bor. Chunki bizning chet eldagi muajiratning xarakterini tushunib qoldik. Shuni bugun asosiy demoqchi bo'lgan narsam, zodi nima shopdi? Hozirgacha qo'limizda nimalar bor? Uni bir so'zlab o'tgandan keyin, andikin bu ishning ta'siri, Sharq Turkistonliklarning ko'rishiga bo'lgan ta'siri, tek tünügülle bunun təsirini biz ko'rdik şahsen. Şu to'g'risida to'xtalma. Andan keyin bundan keyin nima ish bo'lishi kerak yoki bu ish qanday davomlashadi? Andan keyin bu biz Sharq Turkistonliklar bunga qanday inkas qaytarishimiz, nima ish qilishimiz kerak? Bu to'g'risida to'xtalma. Oldi bilan birinchisi qarindoshlarim, nima ish bo'pti? Oldi bilan bo'lgan ishni bir bilaylik. Oldi bilan bu Notice degan nimada bir tane xabar chiqdi. Bu xabar bilan bir bomba portladi endi. Bu boshqa davlatlarda bo'lsa, bu bizdek bo'lmaydi undaq ishlar. Ammo bizda biroz boshqacha bo'ladi. Bo'lgan ish bir tane xabar chiqdi va bu xabarda inglizcha xabar yozgan odamning ismi nima? Hayley Wild degan muxbir. Notice degan nimada agentlikda. Yani bu ish qanday taraf tutmaydigan betaraf bir shu axborot to'g'risidagi tadqiqot markazining o'quvchilarni tarbiyalaydigan bir markazning rasmiy chiqargan bir tarafsiz mediasi. Shuning uchun bu mediadagi narsalar ba'zilar debdi, hamma odam yozib olaydi. Ashta ya bo'lsa sen bir yoz ko'rib baqayli. Yani bu bir rasmiy nima? Media kanali. Bu yerda yozilgan narsa bir tane
maqala olup yoki xabar olup xabar hamda naytimi ichinishlik qarindoshlar berbat. Aldı bilen ben bunu 4'e böldüm. 4 dersini kıskıçılı bir düşendirip ötey qarindoshlar. İngiliz çok yapmaydık bunu qarindoshlarga. Birincisi maqala şunda başlandı. Xabar şunda başlandı. Esma Gün degan bir 22 yoshli turk qizning telefonidagi bizning munofiqlar qurultayida aytdim ama bugundan boshlab o'zgardi. Munofiq hayvonlar qurultayining hayvon raisining 22 yoshli qizga yozgan telefonidagi xatlarni o'qish bilan boshlandi hikoya. Ya'ni bu xabar. Bizning Munofiq hayvonlar qurultayining hayvon raisi birinchi jumla shu. Telefonida yozilgan narsa shu. Hayvonlar qurultayining hayvon raisi 22 yoshli Asma Gün degan qizni so'yib olishni xohlaydi ekan. Jumla bu boshlangan jumla. Ondan keyin Bilgelik universitetining turk o'quvchisiga 22 yoshli va bu hayvonlikni qilgan vaqtida 53 yoshga. 2021 yılı boptu. Onun kendinden yazgan xatlarını bu media organı müstakil Türkçe, İngilizce tercüman ekilip tercüme qilibdi. Ve onun da şu telefondaki narsani müstakil tercümandan tercüme qilishcha bizning hayvonning bu qizni bek so'yib olg'isi kelib ketibdi. Ondan keyin yana tushudi adam numus qildigan narsalar bor. Yana shu qizning telefonidagi narsani, telefondagi mesajni turk ben bu qo'llashni xohlayman deganda sen ayrim kelsan yaxshi temalarda so'zlashib degan gaplar bor. Uningdan keyin bu qizdan sirt yana bu qiz bilan hech qanday munosabati yo'q. Ikki qiz bu hayvon rais to'g'riliq yana o'xshash iddaoni qilgan. Uningdan boshqa mana menga aytadigan qarindoshlar tekshirib o'tay. Uningdan boshqa yana aşındaq bir to'qay qiliqsiz, sharafsizcha gaplar telefonidan chiqqan qizning. Ondan keyin ikkinchi turkumida Nuri Turkan. Nuri Turkanning mu qizlar bilan bo'lgan ishi. Ondan keyin bo'libmi Uyg'ur kishilik huquq qurilish fondida ishlayotgan Julia Millsap degan qiz bilan bo'lgan ishi. Bu yani yazıptı, onun için bu kız bunu bildiripti, nimelerge, aşırı teşkilatçilerge. Ular bunu bastırıptı, bunun iyilik kelime. 2021 yılı 5. aydan başlap, bu Nuri Türkel bilen bu Julie degan kızның cinsi münasebeti var keşkisinin, bu kızның deyişçe. Ondan başka 2019 yılı Oslo, Norvegiyanın Oslo şehrdeki Freedom Forum'da Nuri Türkanның yani başka bir kızga ahlaksızlık qilganligi to'g'risida nimalar bo'lib barka iddaolar. Uningdan keyin uningdan keyinki yana bu Milsap degan qizning o'zining bu Nuri Türkan bilan jinsiy munosabati borligini turmushidan sirt. Buning ammo zo'r bilan emas, ixtiyoriy bo'lganligini e'tirof qilibdi va undan keyin o'zining bir yığında bu Nuri Türkan'ın kelişini xalamaganligini, çünkü ayollar huquqi degan undaq yığınlarda bu Nuri Türkan'ın bo'lmasligi kerakligi, bunu ayollarga yaxshi muomala qilmaydigan axloqsiz ekanligi to'g'risida boshqa ayollar u yerda so'zlagandan keyin bu Julia degan qiz uni anglab, undan keyin bu Nuri Türkan'ın amaliyotda o'zi bilan o'yin o'ynaganligini, ya'ni o'ziga nima munosabatda bo'lganligini his qilgan o'xshaydi. Şundak tamamlaşıptı. Endi üçüncü kısmı İNED'nin tutumu bununla. İNED'nin tutumu azırgıça cevap vermepti, tekşiriatımız depti. Onun dikin Human Rights Foundation yani İnsan Hakları Fondi degan bir organ işçi tekşiriş qıptı. Hazır bu 9. aydan başlap davamlaşıyotgan o'xshaydi. İNED'nin tutumu azırgıça cevap vermepti. O Millsap degan qiz hamma yerga o'zining dardini so'zlab o'tibdi hozirgacha yillargacha. Anaki Dolqin Aysoning yiniga yuribdi. Mustaqillamsizlar shu sen bu tashkilotning rais sifatida bu Nuri Türkanning bu ishi qanday qaraysiz? Ya'ni qo'yning
koy berip böğrüdün şikayetini yolbasqı qıptı da yani. O bir şapak çünkü onun bu değeri çıkıptı. O hayvanga berip dese o depti bu yerde mesil yok mesilini yartıvatkan sen depti yani. Onu dikin tötüncü nese Ömer Kanat bilen Nimo Louisa degan Uyghur Human Rights Project'ning işçidikiler bu Julie degan qiz mush Nuriy Turkiyal mushunda qildi desa izchil buni bosirib kepti tashkilotning ichida teshik chiqamay. Ama hozir tekshirish bo'lib o'tibdi. Human Rights Foundation'da bu intervyu qilibdi. 19 qiz yoki ayolni intervyu qilib bu ishni tekshirib o'tibdi. Umumiy narsaga qaragan vaqtimizda umumiy odamlarga, ya'ni Amerikaning inson haqlarida pul berayotgan hayvonlarining qilayotgan bu hayvonliklarni umumyuzlik tekshirganda buning ichida FETÖ'chi Enes Kantermi var ki. Wang Dan degan Xitoy var ki. Wang Dan'ninki bir o'g'il bola qilibdi u. Uningdiki bu bizning hayvonlar var ki. Mushu darajada tekshirib o'tibdi. Endi qarindoshlar. Yani narsaninki asosli narsa shuki, yani bu nimaning mazmuni. Bu qandaydir bir qiz bola chiqib bag'amanda qildi degan narsa emas-ku. Telefon, sözleşişler, yazışlar, e-maillar, nurg'un narsalar Amerikaning Human Rights Foundation degan yana tekshirish meni o'tibdi necha oyning yog'i. Bu endi xabarga chiqib qolibdi teshig'i. Bu narsani qo'sin oldi bilan. Endi Nuriy Turkiyaldan so'rsa, Nuriy Turkiyallar bu tashkilotlar bular Xitoyning adimi debdi yani. Klassik bilasizlar. Endi tekshirish natijasi meni o'tibdi. Yani qo'limizda bor narsa bo'lgan voqea bu ki. Necha oyning meniyotgan tekshirish, nurg'ulg'an materiallarni meniyotgan tekshirish bu qitim mediaga chiqibdi, leak bo'lib chiqibdi. Endi bu mediani ko'rgandan keyin biz şok olduk. Yani bunun hayvanlıkları şok olmadık da hayvanlığını bilimiz zaten. Ama bu küreşke ekegen tesiri, bir günün içinde ekegen tesirge hakikaten insan uyluksuz derecede geldi. Tünü gün bizden Japonya'da bir Yaponiyalık ziyaliler bilen ve Yaponiyalıklar bilen bir nime uğurlaştırılgan bir iş vardı. Aşağı muşu sebepten emelden kaldırıldı. Muşunun sebebinden. Bizge dolpun hesabı Nuriy Turkiyal manda qıptı. Uygurlarning bu rehberlerinin bu ahval doğruluğu sizler qanday qaraysizlar deb. Yani bu hayvanlarning hayvanligini yaponliklar tushundirish bizga qaladiga qarasak, o'zlari tushundirsin. Bu narsa to'xtashga majbur bo'ldi endi. Endi buningdan keyin nima ish bo'ladi? Buningdan keyin bundaq ishlarda qarindoshlar, bu tashkilotlarning ichki ishlari biz tekshiryapmiz. Bu narsa mandaq bo'ladi degan bilan hal bo'lmaydi. Ular tekshire ikki xil ehtimollik bor. Birisi bular gunohsizga deydi. Gunohsizga desa bu Nuriy Turkiyallar bular qizlarning ustidan defamation arz ochadi. Yani bizning obro'yimizni tushadi deb arz ochadi. Yani u yerni qilayotgan qizlar o'ziga qandaq oqibat keldigini bilib qilyotadi. Defamation kilda garib turib etsa, o qizlarning degini yolg'on bo'lsa. Agar bu narsa rost bo'lsa, bu narsa rasmanlarni mandan nim qildik desa, texim bu bizning siyoset so'zlaymiz degan adashlarning natijasi chiqib, bular chiroyli istifa bersin. Nimani istifa berdi? Bu narsa agar rost chiqsa turma kiradi bular. Bunun hammasini tekshirib, sudga topshirib turdi. Sudda ayrim da'vo boshlandi, criminal case, jinoiy ish bu. Shuning uchun bu narsa oldimizda bo'lgan narsa shu. Bular biz defamation açımız biz bu işki bu Human Rights Foundation'ның işki tekşürüşüde aklandık. Hem de o kızlar karşı dava açımızsa o kızlar sotku vardı bu. Bir teşkilatның işki tekşürüşü bu. Eğer de bula nimi bolsa cinayetçi rast ötküzüp de bula dese o teşkilatlar bula bilen münasebetini arıyordu ama sot başlarında bulaga karşı ayallarga cinsi parakendicilik yoki cinsi horluk qilish jinoyati bilan. Shuning uchun bu ishning oxirisida sud bilan tugash ehtimoli uchun. Nuriy Turkiyal Bilal İbrahimni so'lt o'tma deb oxirida o'zangiz so'linib ketilgan kapsizlar. Buningga hayron qoldimmi men? Yo'q, hayron qolmadim. Bu tehi ko'ringini tog'ning bir kichikgina qismi, uning tegida jiqish bor.
Ama bu qitim İngilizce çıkkını acayip bir iş oldu. Hoş olay dese bütün davaga, bütün küreşke selbi tesiri var. Hap olay dese bu hayvanlıklar bunda davamlaşsı olmaydı. Endi umumiy kurashga ajoyib cho'ng ziyon bo'ladi. Hatto tunigunki nimada o'rinlashtirishdagi yaponiyaliklarning bildirishicha davoranlarni 100 yil keyingacha kundiradigan shopda bu degan yaponliklar bo'libdi. Haqiqatan ig'ir ziyon bo'ldi, ig'ir. Ya'ni bundan keyin Uyg'ur degan ismning markaga qanchalik nima urildi, buni hozir tasavvur qilolmaymiz. Ertugunda har qadamda bir chiqadi. Ammo Allohdan u kadar Allah ulug' ki, heliqi 10 bin imzoni yig'ib, bu hayvonlar bizga vakillik qilmaydi degan ishni boshlayaptik yillar burun. Endi o'ng tarafdagilar o'zini ratlab, bu hayvonlar, bu munofiqlar bizga vakillik qilmaydi, Uyg'ur millatiga vakillik qilolmaydi bu hayvonlar, biz boshqalar deb minishga boshlashi kerak, shart bu. Burun bir vaqti kelsa, fursat kelsa degandik, buningdan bu majburiyat. Chunki bu munofiqlar qurultayining G'arb dunyosi Turkiyaga o'xshamaydi mana bilayli. Ham amanaga chekilib qo'yapti, jim turinglar, xapshuk, mana 500 lira shu turinglar nikosini o'qib qo'yaylik deydigan bilan ish unda ishlamaydi G'arbda ishlar. G'arbda ayollarni erlarga o'xshash huquqi va ayollarga unda xalqaya deb boqorlik qiladigan, nochilik qiladigan, seni ko'gim kelib ketdi, ayrim kel deydigan ya emas bu. Shuning uchun bu narsaning oxirisi cho'ng ehtimollik sotu bilan tugaydi ve davaga berdigan ziyniga Allah'tan bu munofiqlar bizga vakillik qilmaydi deb onun imzoni javob ekanmiz. Mush yerdan inshaalloh Uyg'urning yuzini oq bir ashkital hayvon, bir ashkital ses qalmi chiqadi har qanday millatdan degan shaklda yo'limizga menishga inshaalloh bir qadamni besib ekanmiz burun Allohdan. Endi yana bir narsa bu xalqimizga nimaga deydig'ini bunda ishlar bo'lganda nima ish bo'lishi kerak? Yani bir medeni bir toplumda kazanla basayla xapshuk nikosini o'qib qo'ysak bo'lardi, qizingizga chaqilib qo'yibdi deydigan o qabilalarning ishi. Bunda medeni bir dunyoda bunda ishlar bo'lganda nima ish bo'ladi? Bugun Uyg'ur xalqining, Sharq Turkistonliklarning dunyoga beradigan mesaji shu bo'lishi kerak. Bizning Xitoydan farqimiz var. Xitoyning boshliqlari qo'l ostida ishlaydiganlardan u yer bu yerini tutib, bosqinchilik qilib chekilsa, podog'ini ko'taraverdi. Albatta, matijada Xitoyning jundusini ishib olgan podaqchilar buni qiladi. Ammo Uyg'ur millati shu mesajni berishimiz kerak. Bizning Xitoydan farqimiz var. Biz madaniy dunyoning bir parchasi. Biz bunda hayvonlarni hayvon maqani xato deb ziyonkashlikka uchirg'uvchi tarafda tura oladiganligimizni, madaniy dunyoning a'zosi ekanligimizni bildirishimiz kerak. Bu bir. Ikki, bugünkidek voqealarda, shunday vaqtlarda bir millatning yoki bir jamiyatning feministlariga vazifa tushadi. Men feminist deb maydonlarni urib teshvat qilib tasqalasizlar bu. Sizlarning oldiga chiqadigan vaqtinglar buni hozir. Men yozdim sizning feminizm rezinkimi yoki emasmi deb. Ha bir bayonot berilibdi, qo'llayma, qarshi olma, feministlar oldida bo'lsin deb, chiqsin deb, hammamiz bu ishni feminizm harakatiga topshirish uchun, ya'ni bu ishni yetaklaydigan feministlar bo'lish kerak. Shuni bir qadam keyinda turibdi. Qanday qiladiki deb bayonot beribdi. Yaxshi, Alloh razı olsun. Nəhayət xoş olduq. Feminizm Uyg'urlarning ichida feminist harakat bo'lish kerak. Mushunday ishlarda o'zining rolini o'ynash kerak. Berilgan bayonotdan xoş olduq, ammo bu yetmaydi. Bir feminist harakat İngilizce yoki fransuzcha bir narsani yozib qo'yib, chet elliklarning oldida feminist bo'ldim bilan yetmaydi. Bir feminist harakat bunday vaqtda nima ish qildi? Chiqib yana mushunda qishqi, mushu hayvonlar tarafidan mushunda qishqi uchirgan ayollar bo'lsa, bizni izdanglar deb ayollarni o'rnidan dast tug'izdi. Ayollarni bunda xumparlarga, bunda hayvonlarga bo'za qo'zmaydi. Shuning uchun men feminist harakat deganlardan, o'zini feminist deganlardan kutadiganim Uyg'ur ayollarini qo'g'dash, Uyg'ur ayollarini tashkillash va bu ishga uchirgan Uyg'ur ayollarini maydonga elib chiqish, ularning haq huquqini qo'g'dash feministlarning bo'yinlarning burchunlar bugun.
Bugün qiladigan yana bir ishinglar shu. Undan boshqa men endi bu ayol kishilarning nimasiga, ayol kishilarning huquqi uchun tik turadigan yerda men aldirab yo'llanib gap qilsam to'g'ri bo'lmaydi. Chunki Uyg'ur ayollarining o'zining huquqi to'g'riliq tashkillanadiganligiga ishonaman. Ve bizden teşkilatımızdaki hanım kızlarının bu işini bunda asan bolda kılmaydıganlığını bilemem. Şu an ben bugün bir nesli demey. Belki mert gün geçe bu doğruluk başka geplerimi anlaysınlar. Yani demek çoğunum feministler ayallah hukuk edeydiganlar aldığımızdaki bir şikayet dedim bir ay önce meydan silerden endi. Yani feminist olsanlar feministlik kılınlar. Yo, bizning ma advokatning podog'ining tegida qalatdik biz. Buni ko'tarmasak bo'lmaydi desanglar, o'zingni feminist demanglar. Itiringlar juma benadin. Ma'qulmi? Shuning uchun oldimizda meydan feministlarda, dunyodagi butun feministlarda. Yana bir muhim deb qo'ydigan nuqtadan birisi bu ishga uchurgan Uyg'urlarmi bor? Uyg'ur qizlar. Bu Uyg'ur qizlar agarda hozir şu tekşüreş jarayonida mediaga chiqqandan keyingi qismida bo'libmi Uyg'urlar yoki boshqa amerikalik boshqa turk qizlar yana ko'plab chiqishi kerak. Oshta mushu ishga uchirgan bo'lsa, mushu tashkilotlarning ichidagi har qanday odam tarafidan uchirgan bo'lsa chiqishi kerak. Me Too degan harakat shu erlarning zo'ravonlikqa uchirgan, erlarning jinsiy parakandachilikka uchirgan ayollarning memmi uchirgan degan harakati edi. Uni Xalmurat Me Too Uyg'ur qilib qalamqa ishlatgani bilan, ammo dunyoda uning bilingan va sababi o ishning mushu edi. Shunga bugun haqiqiy Me Too Uyg'ur harakati boshlanishi kerak. Arslanning deganiga qo'shilaman. Ya aşı gapiga juma, boshqa gaplarga emas. Shuning uchun endi Uyg'urlarning xonim qizlari feministlarning, ya'ni Uyg'ur feminist harakatlarining, feminist shaxslarning yetaklashida Me Too Uyg'ur boshlab bu davodagi sesiqchilikni, rasvochilikni, buzuqchilikni ve bu o'zini bir bijimisi deb o'ylab qolgan bu hayvonlarga haddini bildiradigan buningdan yaxshi fursat kelmaydi. Shuning uchun umid qildiganim bir narsani bilaylik. Chet elda voy vatandagi xonim qizlarning huquqini qo'g'daymiz, u bu deyotganlar. Chet eldagi 5-10 Uyg'ur qizni qo'g'dayolmasanlar, uning huquqini qo'g'dab ega chiqarmasanlar, bu vatan to'g'risida degan gapinglar hammasi o'siriq. Shuning uchun endi tashkilotlar va barliq shaxslar biz buni chet eldagi mushunda ishlar uchirgan qizlar bo'lsa, xonim qizlarimiz shularning huquqini qo'g'daydigan va ularga hurmatsizlik qilgan, adabsizlik qilgan, sharafsizlik qilganlarning onasidan ishgan sutni bunidan qaytarib chiqaradigan vaqt hozir. Ve bu davada yoki bu kurashda, bu muaciratda buningdan keyin hech qanday bir sharafsiz bir qizvalga boshqa yomon ko'zida qaramaydigan, qo'rqaydigan bo'lishi kerak. Unutmaylik, haqqimizni, huquqimizni o'zimiz almasak qarindoshlar, haq huquq degan julub ilinadi. Mening huquqimni sen qo'g'dab qo'y deb o'taqan bilan qo'g'dalmaydi. Mayli Xitoyga qarshimi shu, o'zimiz yashayotgan davlatdimi, mushu davlatda o'zimizning huquqimizni qo'g'dashimizni bilishimiz kerak. Meyadagi chet elliklarga yoki boshqa millatlarga bo'zak olmaslik uchun. Endi muaciratda o'zimizning ichidagi hayvonlarga bo'zak olmaslik uchunmi, o'zimizning huquqini qo'g'dashni bilishimiz kerak. Shunga mushundaq narsalarga uchirgan, mushundaq voqealarga uchirgan nimalarga, qizlarga, xonimlarga ega chiqadigan kun bugun. Buningdan keyin hech qanday yon ko'zda qarayanmaydigan qilib o'tishimiz kerak. Har qanday sharafsizlik. Bu har qanday yerda bo'lish ehtimoli bor. O teşkilatta, bu teşkilatta, hatta ertugün bizning teşkilatda shunday ish chiqsa, ko'zining yeshigi qaramasdan teşkilatdan qo'g'lab chiqarib, qonuniy organlarga topshirib beramiz biz. Buningda hech qanday shubha bo'lmaydi. Bundaq sharafsizlikda mana yo'qqa yapatdim, ya mana podog'ini ko'tardim deydigan ish emas bu. Agar bugun sen chet elda 5 qizni qo'g'dayolmasang, unut o vatandagi ana qilimiz, mana qilimiz hammasi o'siriq, hammasi quruq gap. Şuna hech qanday odamga chapa yapmaymiz. Onundaki yana birisi Bilal İbrahim'ning meselesi chiqqan vaqtida voy cho'mi kesak qilganlar
Emde cep sotunu saklaylı, o bu dep kanun inanlar cep işip ketip de. Ya kanun inanlar mı, ya podakçılık royunlar mı? Hazır, eğer de muşunda işler uçurgan kızlar olsa, hanım kızlar aldığı çıkıdığa vakti, bunu men, manda çıkanlar, men bil alakası onu demeymen. Bu hanım kızlar öyle meniş gerek, feministler yetekliş gerek bu hareketli. Şunun için, bütün muhaciretki halkımız, biz bunda hizmet orada da, yoki tashkilotning ichida qizlarga jinsiy jihatdan xo'rlaydigan, jinsiy jihatdan xorlaydigan yoki kamsitadigan yoki parakanda qiladigan bu xil qilmishga yo'q deydiganligimizni, bizning bir madaniy dunyoning bir a'zosi ekanligimizni, bizning o yerdagi qabilalardan farqimiz borligini va bunday ishni kim his qilsin, buningga biz qarshi turadiganligimizni dunyoga bildirishimiz kerak. Buni qilolmasak, bu yani Uygur davası degan narsa qarindoshlar 20 yilgacha o'zini topolmaydi hamda bu ishdan keyin. Bu da kichik ish emas. Bo'libmi bundan keyin Sharq Turkistonlik tashkilotlarning va Sharq Turkistonlik insonlarning xalqning qaytirdigan inkosi intayin muhim bizning safarimizni belgilashda. Ya'ni bizning safarimizni dunyoga ko'rsatishda. Shunga qarindoshlar bu ish mushunchalik bo'lsin. Biroz temadan chiqsammi, eng oxirisi bir narsani deb qo'yarmiz. 10 yıldan aldı da Amerika'ya varsam Nuri Şapak deyittinler ki 10 yıldan keyin varsam yana Nuri Şapak degantinlar şunu hiç hayran kalmadım bu işlerga. Çıkkını abay deganimdek Sharq Turkiston kurashiga ziyon berganda hisob qilmaganda yaxshi bo'ldi. Endi ziyonni qanday qilib az nuqtaga tushiramiz muhimi bu. Bu bizning ko'rsatadigan inkosimiz, qaytiradigan inkosimiz va eng tez suratda bunda qilganlarni qanday nima qildiganimiz, qanday qilib bularga yuz aymaydiganligimiz orqali dunyoga o'zimizning qanday millatligimizni ko'rsatishimiz kerak. Bu muhim. Uningdagi ikkinchisi, asli bu gapni demay degandim, ammo deydigan yerga akavatdinglar, ma podaqchilik ro'yonlar bilan. Ma bu hayvonotlar qurultayining hayvon raisi. Turklar bir gap bor-ku, her kuşun eti yenmez deb, hamma qushning go'shini yegilolmaydi deb. Ya'ni hamma qizbola erkin tikasining qizdek emas, shumi? Qarab diqqat qilib, ma millatning yuzini tushamaydigan holda qilish qiliqlarimni. Ammo ma millatning yuzini tushiradigan yoki Uyg'ur qizlarining roziligi bo'lmay turib, anda tetiqsizlik qiladigan ishlarim bo'lsa, uning bir badali bo'lishi kerak va bo'ladi. Hozirgacha 20 yilning oyog'i bu millat ko'p odamni bilmadi, bilganlar og'zini yumdi. Ammo hamma hikoyaning bir oxiri bor. Chiqmaydigan seschilik, chiqmaydigan sir yo'q. Anken Göçmehmet o'tganlar yomon g'udrab ne qilib ketgandan javob berolmagandim. Ma munosabat va seninkini mi deb qo'yay. Ig'uladigan, voy bizning mamdaq deb bularga podaqchilik qilib ig'uladigan ishni qilma, o'zingni yo'q qilib olsa. Ig'uladigan odam topolmagan bo'lsang, ig'uladigan bir odam deb beray. Siyospan alik tilayman deganlardan Belgiyada yo'qqandan teshidan tap qo'ygan balanga ig'ul. Tamam, Göçmehmet. Şunu şu qarindoshlar, bu rasvochilik, bu da'vo meyadan o'tib meyaga ketdi. Endi oxirisi sotda chiqdi. Sotda, ya'ni bu mandavludi bir jim turib olsak o'tib ketdi, unda qilsam ko'rsizlar oxirisi sot qanday tugaydi. Yana bir narsa. Bilal İbrahim Turkistoniy to'g'riliq shu bir narsani bilib yo bilmay sarangdek so'zlaydigan odammi jiqga bizda qarindoshlar. Amerika'ya verip Bilal İbrahim Türkistan'ya bilen sözleşip geldim, görüşüp geldim. Resimlerimi çıkarıp koydum köygensizler belki. Bilal İbrahim Türkistan'ını üzerine yolluk kovdapsa, muşni yakşı atı degense de koyupırıptı. Tamam, onun işi tügetti. Yani onu sotlamay durup asımız çapımız dep çıkkanlar. Hemiden kızıqı şofu bizden Amerika'daki Xitay. Bilal Türkistan'ın işi de oy sekre atattı bugün. Şeriat qazı kalan bo'libdi, shariat mahkamasidan bir necha shariat qanday qaraydi bunday ishlar. Komediya. Unga tiyilib ketganlarni bunday qilmaydi. Tiyilib ketganlar kichik qizlarning ustiga tiyilib ketmay, sening onangning ustiga tiyilib ketsa, ashta qilma. Ammo u qizlarning onasi va dadasi bor. Qaqning ustiga tiyilib ketaverdi, qanday tiyilib ketish bu? Bir haqiqatim sening onangning ustiga tiyilib ketsa, undan chiqib qoqla. Tamam? Şunun için qarindoshlar, bu narsa adamning nervisiga tegadi. Oyada Xitoy qizlarimizni xo'rlab olsa, hamda bu chet elda
Bu hayvanlıdan tutkuzanmamdı. Şuna biraz üzerinden açığım geldi. Biraz nimeden çıktı baktım arkadaşlar kontrolden. Şuna ben bu gapni uzatmay. Bu vaka şundaq vaka hech qanday bir qiz kelib men bunday qildi degan narsa emas. Telefonlar, telefondagi yozishmalar, ovozlar, emaillar bir to'qay narsa bilan Amerikada melayotgan tekshirish vaka bu faqat mediaga chiqib ketgan qismi ekan. Shunga qarindoshlarim, bizning millatni butun dunyo qaraydi endi. Qandaq inkas qaytirdi deb. Abay deganimdek, Fransiyadagi Uyg'ur institutining bergan bayonotini ayt yaxshi bo'ldi. Ular yani feminist, men feminist deganken aldı bilen işinin rolünü, işinin bişini şular bir kadem besiş gerek. Hem de bundan keyin barlıq teşkilatlar bayanatlarını berip yani bu işte bundaq meselelik kelgan vaqtida bizning qanday inkas qaytardiganligimizni bildirishimiz lazım hemimiz. Bu narsa intayin muhim. Ama beşidi deganimdek bir bayanatı tügümeydi feministlar. Sizin işinler hem de başlandı. Aldığımızdaki bir haftadan bir ay geçip olan meydan bizden feministlardan qanchalik feministligini tasqaydigan davr. Şuna ziyankeşlik uçurgan kızlarga istaşlarımını bildirme. Eğer de Uygur kızlarının içinde işte muşularının işte kılıklarına o çoğu illahi birisi bir kızga basqınçılık qilish deydigan iş yok mu qarindoshlar? Sizlarni mesaj yozib, xat yozib, telefon qilib, qiliqsiz, tetiqsiz gapni qilib avara qilgan bo'lsinmi? Yoki bo'lmasa tetiqsiz gaplarni qilgan bo'lsinmi? Ashlarning hammasi bunga kiraverdi. Jinsiy jihatdan parakandachilik selishga kiraverdi. Shuning uchun agarda bunday ishlarni buningdan to'xtaydi, buningdan bunday ishlarga yo'l qo'ymaymiz deydigan bo'lsak, shu qizlar shu muxbir yozgan muxbir bilan aloqa qilishinglar yoki har qaysi tashkilotlardagi o'zinglar ishongan xonim qizlar bilan aloqa qilishinglar. Bunun ben hazır bekçik nesim demek, belki ertesi bizden teşkilatımızdan başka tipi Tumarız Hanım'dan mı deydiğen gaplar var, elbette bir ayal kişi, üç kızın anısı buluş süpütü bilen. Şuna qarindoshlarım, Allah Allah'a emanet ama şunu unutmaydı, yine desem yani şu, dünya bizden bu işi qaytırdıgan inkasımızı tört gözü bilen körvatıdı, imtihandan ötenmeye kalmaylı. Bu dava, pava degen bu neyse 20 yılgıca en azda özünü oңşayanmaydı hem de, bunu da ötemesek. Şuna hemimla Allah'a emanet. Öyle podakçılık kılıp o yağın gepke, andak gepke degenli olsa şu videomda közüge tıkıp koysanlar buludu. Ahırsı eğer sot tügeyli karşı olsa sotta yoki başka yerde tügeyli karşı olsa başka yerde körümüz dibini. Anladık ki yani bir şey demende unutup kaptım. Ma Bilal İbrahim Türkistan'ını bu güne biz ucukturvetimiz etmek istedik maaş çıktı diyen Amerika'daki Semet Şuci. O Bilal İbrahim sılını ucukturvetip kaptı. Adukatının mı tayini kalmaptı. Yağandın sottu yağandın guvalık verip 30 neçe adam yağan guvalık bege emisi akırstı. Sottu yağanga kıskançı yıl yatıdığını bilgendiğin ki emisi kaytırmaptı yağan guvalığını. Şuna ama Nuri Türkiye'nin şeyde tekin yakşı adukat tip anlacı aldım kettim futturvettanlar Bilal İbrahim kutuldu. Nuri Türkiye'ninkide futturvettanlar uzu yitip gidip kaldı cuma abi. Yakşı adukat tip şucu. Tamam? Allah'a emanet qarindoshlar.